Man baxtsizman, ertaroq o'lay. Biz har qanday muammodan yoki har qanday bo'layotgan vaziyatdan chiqishimiz uchun kirish nuqtamizni qayerdan boshlanganligini anglashimiz kerak. Agar meniki qaysidir medik xodimi eshitayotgan bo'lsa, meni gapimni albatta tasdiqlaydi. Kelajagini ko'ra olmayotganidan xavotirga tushadi. Ya'ni ertaga nima bo'ladi? 2 yildan keyin nima bo'ladi? Bularning hammasi xavotir boshlanganining asl sababi hisoblanadi. Katta odamlar qanaqadir arzimas kichkina narsalardan qo'rqishini ko'rganimizda bu fobiyalar hisoblanadi. Buning bir so'zi diqqat tarqoqligidan kelib chiqadi. Ongsiz yashashligimizdan kelib chiqadi. Kun bo'yi yurib hech narsa qila olmasligi, ishlarini bitira olmasligi, plan asosida yasha olmasligining sababi insonning diqqati tarqoq ekanligi va u xavotirda ekanligini belgilaydi. E'tibor bermasangiz sizda nima paydo bo'ladi? Sizda выгорание, ya'ni kuchsizlik paydo bo'ladi. Ichki ishonchingiz tushib ketadi. Mas'uliyat faqat inson o'z hayotigagina mas'uliyatni qo'liga oladi. Birovning hayotini hech qachon mas'uliyatini bo'ynimizga ola olmaymiz. Assalomu alaykum azizlarim, yana bir bor sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Oxirgi paytlardan YouTube kanalimizdan kelayotgan sizlardagi rahmatnomalar, odzivlar, natijalar, buni aytmasam ham bo'ladi. Ya'ni bepul YouTube'da berayotgan bunday darsliklar bugun hayotingizni o'zgartirishga sabab bo'layotganidan men juda xursandman. Agar shu tarafdan sizga men yordam bera olayotgan bo'lsam, demak men yana bir missiyamni bajarayotgan bo'laman. Sizlarni YouTube'ga chiqishimda, YouTube'da berayotgan darsliklar, bu bir narsani biling, bu bepul darsliklar emas. Bu hammasi pulli darsliklar aslida. Lekin sizlarga uni berishga qaror qildimmi, demak siz tarafdan juda ham ko'p menga savollar kelgan. Instagram sahifamda hamma savollarga ham javob bera olmayman. Hamma bilan birga bo'la olmayman. Chunki Instagram sahifamda 1 millionga yaqin odam bor. YouTube'da ham kam emas, shuncha odam bor. Ularni hammasiga men bir o'zim javob bera olmaganim uchun men mana shunday bepul darsliklar, reelslar orqali, storieslar orqali sizlarga o'z bilimlarimni yetkazishga harakat qilaman. Bugungi chiqishim ham aynan sizning savollaringizdan kelib chiqqan chiqishim, ya'ni sizlardan kelayotgan oxirgi paytlardagi mijozlarimizdagi o'sha muammolardan biri bu xavotir. Bilasizmi, xavotir bilan aslida men oldimga hech kim kelmaydi. Psixologga, nevrologga, nevropatologga yoki biror bir mutaxassisga xavotiri bor odam bormaydi. Xavotirdan o'tib keyingi bosqichga chiqqan odam, ya'ni qo'rquvga kelib qolgan odam murojaat qiladi. Qo'rquv ortidan murojaat qilganlar ham juda ham kam miqdorni o'z ichiga oladi. Qo'rquvdan keyingi holat apatiya, fobiya, panichniy ataka, shunga o'xshagan bir necha holatlarni chaqirib olgandan keyingina bizga murojaat qilishadi. Va bugungi kundagi o'sha fobiya yoki bo'lmasam panichniy ataka va tushunarsiz yurak tez urib ketishi, buni bugungi kunda taxikardiya deb o'ylashlari, bularning hammasining birinchi bosqichi A nuqtasi bu xavotir hisoblanadi. Bilasizmi, biz o'ylaymizki, biror bir kasallikka chalingan paytimizda yoki bo'lmasam sog'lig'imiz yomonlashib bo'lganidan keyin bu qayerdan kelib qoldi ekan, xuddi kecha yoki yaqindagina boshlangandek o'zingizni his qilasiz. Aslida biz har qanday muammodan yoki har qanday bo'layotgan vaziyatdan chiqishimiz uchun kirish nuqtamizni qayerdan boshlanganligini anglashimiz kerak. Ya'ni sizni bugungi kunda agar ertalab uyg'ongan paytingizda tushunarsiz yuragingizni tez urishi, yo'q narsaga xavotirlanishingiz, har doim shoshib yurishingiz, psixosomatikasida ich qotishi, ich ketishi, oshqozon osti yaxshi ishlamasligi va yurakning tez urishi, taxikardiya, shu kabi bo'lgan tanadagi allergiya, toshmalarning hammasini tagida bu bo'lishi mumkin panichniy ataka, fobiya va bir so'z bilan aytganda qo'rquvlar orqali yuzaga keladi. Shuning uchun psixologga murojaat qilgan paytingizda biz panichniy atakangiz bilan emas, balki qayerdan kelgan nuqtasi, A nuqtadan boshlaymiz. Buning birinchi nuqtasi bu xavotir. Qachon xavotirga tushadi? Qachonki hayotida qaysidir jabhasini, hayotini, kelajagini ko'ra olmayotganidan xavotirga tushadi. Ya'ni ertaga nima bo'ladi? 2 yildan keyin nima bo'ladi? Har qanday ertani ko'ra olmay qolgan odamda ichkarida xavotir boshlanadi. Hozir erim keladi, erim kelsa nima deydi? Ya'ni u keyingi etapni o'ylayapti. Hozir ishxonaga boshliq kirib keladi, boshliq kirib kelsa, meni oyligimni kesarmikan, oyligim qolarmikan? Bu ham xavotir.
Ya'ni bizning har bir xavotirimiz tagida kelajagimizni ko'ra olmayotganimiz uchun yana yuzaga keladi. Kelajak bu 1 soatdan keyin, 2 soatdan keyin, 3 soatdan keyin, 1 kunni, 2 kun, 1 hafta, 10 kun, 1 oy, 1 yil, 10 yil, 15, 20 yildan keyin hayoti nima bo'lishini tasavvur qila olmayotgan odamda xavotir paydo bo'ladi. Va xavotir paytida deyarli odamlar o'zini kuzata olmaydi. Ya'ni отслеживание deydi, kuzata olmaydi. U qayerdan kelyapti? Bu xavotirmi o'zi, yo'qmi degan tushunchalar bo'lmaydi. Mana shunda sizda xavotirni belgilari qanday ko'rinadi? Ertalab uyg'ongan paytingizda xuddi hozir nimadir bo'layotgandek his qilishingiz yoki to'liq charchoq holatda uyg'onishingiz. Ya'ni siz 8 soat, 10 soat uxlagan bo'lsangiz ham, lekin charchoq holatda uyg'onishingiz. Yoki judayam ko'p uxlashingiz, ya'ni yotasiz, uxlaysiz, turasiz, yana uxlaysiz, turasiz, yana uxlaysiz. Bu realnessdan qochish hisoblanadi. Bularning tagida, ya'ni ovqatning ta'mini bilmaslik, ovqatingiz shirinmi, yo'qmi, ba'zida qorningiz ochgan yoki ochmaganini bilmasligingiz. Bularning hammasi xavotir boshlanganining asl sababi hisoblanadi. Agar siz men yuqorida aytayotgan holatlarni hozir o'zingizda his qilayotgan bo'lsangiz, sizda demak nafaqat xavotir bor, balki sizda qo'rquv, balki panichniy atakaning boshlanishi yoki panichniy atakasida va qandaydir holatlarda fobiyaning qaysidir turlari bo'lishi mumkin. Fobiyaning turlari juda ko'p. Kimdir patolog tushib ketishidan, balandlikdan yoki bo'lmasam liftdan, mashinadan, suvdan, samolyotdan qo'rqishi mumkin. Kimdir juda qattiq mushukdan qo'rqadi, ko'rishi bilan qaltirab qoladi, yig'lab boradi. Yoki shar uflasa ham kimdir qo'rqadiki, hozir yorilib ketsa deb, ya'ni katta odamlar qanaqadir arzimas kichkina narsalardan qo'rqishini ko'rganimizda bu fobiyalar hisoblanadi. Va fobiyaning eng yomon turi bu klaustrofobiya deb hisoblanadi. Bu hattoki uydan ham chiqolmaydigan darajadagi holat yuzaga keladi. Juda ham ularning ko'p turlari bor. Ya'ni bularning hammasining boshlanish etapi bu xavotir bo'lgan. Ya'ni bugungi kunda psixologik sog'lom emas, ana shu psixbolnitsada yotgan odamlar, nevrologически sog'lom emas, ya'ni psixologik holati sog'lom emas bo'lishi, ya'ni isterika, shizofreniya deylik, yana bir necha psixologik buzilishlarning tagida o'zi aslida qayerdadir xavotirdan boshlangan etap hisoblanadi. Agar meni qaysidir medik xodimi eshitayotgan bo'lsa, meni gapimni albatta tasdiqlaydi. Siz qayeringiz og'rishdan qat'iy nazar siz doktorga borganingizda birinchi o'rinda sizni psixologik holatingiz so'raladi. Ya'ni har bir kasallikni tanada bo'layotgan har bir kasallikning sababi, ya'ni psixosomatikasi borligini hamma biladi buni. Buni faqatgina doktorlar emas, buni olimlar isbotlab bo'lgan. Ya'ni tananing kasallanishining albatta psixologik holatga borib taqalishi haqida. Shuning uchun psixologik holatlardan biri bu bizning xavotirimiz. Ya'ni biz xavotirni kuzata olmasligimiz. Qanday odam o'zini yoki o'z xavotirini kuzata olmaydi? Ya'ni unda onglilik darajasi yo'qolgan odam. Ya'ni bu rus tilida ясность deyiladi. Aniqlik yo'qoladi. Ya'ni inson qachonki mashinal holatda yashashni boshlasa, deylik bu juda ham ko'p ayollarda bo'ladi. Har kuni ayol kishi ertalab bolasini bog'chaga tashlaydi. Ya'ni har kuni bitta ko'chada 1 yil, 2 yil qatnaydi. Yoki maktabga yoki ishga qatnaymiz. Bu holatda nima bo'ladi? Bir kun o'tayotgan paytingizda bundoq qarasangiz bitta katta bino qurilib qolgan bo'ladi. Va xuddiki qachon bu binoni qurishdi deysiz. Xuddiki qo'shnini eshigini tagida birdaniga nimadir o'zgarib qolgandek bo'ladi. Yoki qo'shni remont boshlagan edi. Bundoq qarasangiz remonti tugab, darrov yaxshi bo'lib qoldi. Ya'ni uy zo'r bo'lib qoldi. Va aytasiz, "Muncha tez tugatdinglar" desangiz, qo'shningiz aytayapti. "Yo'q, biz 1 yildan beri remont qilyapmiz o'zi aslida" deyapti. 1 yil bo'ldimi deysiz. Yoki qo'shnining bolasi chaqalog'ida kechagina, bugun qarasangiz yurib ketibdi. Xayolingizda bu shunaqangi tez bo'lganda, xuddi kecha bo'lgandek bo'ladi. Chunki siz har joyda mashinal, ya'ni xuddi mexanichski yashayotganingiz, ya'ni uyqu holatda bo'lganingizni sababi hisoblanadi. Buning bir so'zi diqqat tarqoqligidan kelib chiqadi. Ongsiz yashashligimizdan kelib chiqadi. Agar ayol kishini, uyda o'tirgan ayolni ovqat qilishga oshxonaga kiritsak, u xohlagan gapini gapirib, ko'zini yumgan holatda qozonni olib, ko'zini yumgan holatda kuxnyadagi hamma narsani mexanichski bajaradi. Ongsiz ravishda narsa kesadi, soladi va ovqatni pishiradi. Qancha vaqt o'tib ketganini ham bilmaydi. Va bunday odamlarda, ya'ni uyg'oq lekin uyqu holati kuzatiladi. Qachonki diqqatimiz tarqoq bo'lib ketgandan keyin bizda uyqu holati kuzatiladi. Uyqu holatidagi yashagan odamlarning vaqti juda kam ko'rinadi.
Xuddiki kun 1 soatda o'tib ketayotganda, bitta ishni oxiriga yetkaza olmasligi yoki bitta boshlagan ishni oxiriga yetkazib qo'ya olmasligi, kun bo'yi yurib hech narsa qila olmasligi, ishlarini bitira olmasligi, plan asosida yasha olmasligining sababi insonning diqqati tarqoq ekanligi va u xavotirda ekanligini belgilaydi. Demak, agar siz xavotirdan o'tib, bugungi kunda agar sizda xuddi men aytayotgan, yuqoridagi aytayotgan holat kuzatilayotgan bo'lsa, siz hoziroq o'zingizda diqqatingizni jamlashni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Qanday deysizmi? Hech bo'lmasa nafasdan. Bir kunning ichida 5 marta, har budilnikda har 1 soatni qo'yib, 5 marta, 10 marta, 20 marta qorin bilan chuqur nafas olib, nafas chiqarish. Yoki har 1 soatda budilnik qo'yib 1 stakan suvni olgan paytingizda har suvni qultumini his qilib, yutib, hidlab, his qilib suv ichishingiz. Ya'ni har bir holatga diqqatli bo'lishga harakat qilishingiz, ya'ni budilnik qo'yib, o'zingizga shunday tartibni qo'yib olishingiz sizni diqqatingizni qaytaradi va siz xavotirdan chiqishni boshlaysiz. Agar siz xavotirdan chiqmasangiz, bu holatlarni e'tibor bermasangiz, sizda nima paydo bo'ladi? Sizda выгорание, ya'ni kuchsizlik paydo bo'ladi. Ya'ni kuchsizlikdan oldin sizda qo'rquv paydo bo'ladi. Siz arzimagan narsalardan qo'rqishni boshlaysiz. Demak, erim kelib hozir meni urishib beradi, ruxsat so'rasam yo'q deydi. Hali hech narsa bo'lmasdan sizda hamma narsa xuddiki negativ bo'layotgandek hissini his qilishingizni tagida bu sizni qo'rquvingiz kuchayib ketganidan dalolat hisoblanadi. Shuning uchun agar sizda bugungi kunda hamma narsadan qo'rqib qolgan bo'lsangiz, siz allaqachon xavotirdan o'tib qo'rquvga o'tgansiz. Lekin bugun men aytayotgandek siz fobiya yoki bo'lmasam panический ataka yoki sog'liqdagi bunday muammolarni ko'rib hayotingizda pul muammosiga uchrashni boshlaysiz, sog'lig'ingiz yaxshi bo'lmaydi, munosabatlar yomon bo'lishni boshlaydi. Agar siz shu holatga kelayotgan bo'lsangiz, agar bu yog'iga yurishni boshlasangiz, ya'ni nima keladi? Выгорание bo'lgandan keyin, energiya qolmagandan keyin, quvvatimizni hammasini qo'rquvga chiqarib yuborganimizdan keyin bizda avtomatik tarzda bog'liqlik boshlanadi. Bog'liqlik boshlandimi, biz baxtsiz insonmiz. Ya'ni bog'liqlik boshlanganini qayerdan bilsak bo'ladi? Bizni yonimizdagi odamlar boshqarishni boshlaydi. Qayerga borishingiz, nima kiyishingiz, necha pul berishi, ishga nechaga borib kelishingiz yoki bo'lmasam boshlig'ingiz kichkina pul berib ertalabdan kechgacha sizni ishlatishi, bularning hammasi yoki ishdan ketishdan qo'rqishingiz, umuman hayotingizdagi bo'layotgan barcha vaziyatlarning tagida sizning ichingizda qo'rquv ko'payib ketganligi sababli, ya'ni ichki holatingiz buzilganligi uchun sizni boshlig'ingizdan ko'p gap eshitishni boshlaysiz yoki eringiz o'z-o'zidan sizni tanqid qilishni boshlaydi yoki kelayotgan pulingiz o'z-o'zidan barakasiz bo'lib qoladi. Buning tagida sizni juda ham ko'p qo'rquvlaringiz ko'payib ketgan bo'ladi. Qo'rquvni evaziga sizda nima boshlanadi? Bog'liqlik boshlanadi. Ya'ni yaqin insonlarga bog'lanib qolish, unsiz hayot yo'qdek ko'rinishi, bir so'z bilan aytganda yonimizdagi insonlarni o'zimizga xudo qilib yasab olish darajasiga yetamiz. Bunday holat esa bizni nimaga olib keladi? Baxtsizlik jarayoniga olib keladi. Ya'ni siz bog'landingizmi, sizda rashk uyg'onishni boshlaydi. Rashk bu insonni psixologik nosog'lom holati. Rashk, kontrol, nazorat, bog'liqlikning hammasi sizdan dahshatli darajada kuch olishni boshlaydi, ya'ni energiya sug'urishni boshlaydi. Va bu holat bizani psixologik darajada nimaga olib keladi? Bog'liq bo'lgan odam ichki ishonchingiz tushib ketadi. Ya'ni ishonch degani bu samootsyenka. Ya'ni sizni ishonchingiz tushib ketgandan keyin, samootsyenkangiz past bo'lgandan keyin siz atrof muhitdan faqatgina eng yomoniga loyiq bo'lib qolasiz. Yomon so'zga, yomon gapga, oylik kichkina, hech narsaga yetkiza olmaysiz, kasalsiz, sizni hamma pastga uradi, sizni hech kim hurmat qilmaydi, atrofda qaynanangizga ham yomonsiz, nima qilsangiz, hattoki eng yomon onaga aylanib qolasiz. Ya'ni buning tagida sizni o'sha o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushib ketganini hisobiga paydo bo'ladi. Mana undan keyingi bosqich men hech narsani qila olmayman degan holatga kelasiz. Ya'ni apatiya holatiga. Bir marta qildingiz, o'xshamadimi, qaytib qilmaysiz. Ya'ni qo'lingizni qo'yib yuborasiz. Bu yerda bo'ldi, hayotga qo'l siltagan bo'lasiz. Men baxtsizman, ertaroq o'lay. Bo'ldi, yashab o'tay shundayligicha. Bu odamda puli ham bo'lmaydi, hayotda hech narsasi bo'lmaydi. Mana undan keyin qo'l siltangandan keyin qaysidir vaqtda siz o'zingizga rahm qilishni boshlaysiz. Mana undan keyingina qurbonlik roli keladi. Keyin qurbon bo'lasiz, hamma sizni boqadi. Siz birovni qo'liga qarab qo'ygan bo'lasiz, ish boshlay olmaysiz, hech narsa o'xshamaydi. Xo'p, agar siz hozir ketma-ketlikda biror bir o'zingizga yaqin narsani ko'rishni boshlagan bo'lsangiz, hoziroq
diqqatingizni jamlashni boshlang. Nimadan qo'rqayotganingizni aniqlang. Qo'rquvlaringizni albatta yozib chiqing. Mana undan keyin sizni bugungi kunda energiyangizni yo'q qilayotgan faktorlardan qochishni boshlang. Hayotingizda plan qo'yishni boshlang. Ya'ni kun tartiblaringizni o'qish uchun, o'zingizni ustingizdan ishlashingiz uchun, qaysidir kursni ola olmayotgan bo'lsa, hech qayerga qaramasdan kurs sotib oling o'zingizni ustidan, ya'ni o'zingizni ichki ishonchingizni uyg'otadigan, ayolligingizni uyg'otadigan kurslar sotib olishni boshlang. Ya'ni o'zingizga investitsiya qilishni boshlang. Investitsiya qilishni boshlash uchun sizga yagona bitta narsa yetmayapti bugun. Bilasizmi nima? Bu ham bo'lsa, topdingizmi yo'qmi bilmadim, mas'uliyat. Ya'ni o'z hayotingizni mas'uliyatini qo'lingizga olishga to'g'ri keladi. Mas'uliyatni olishingiz bilan siz holatni butkul boshqa narsaga o'tkazishni boshlaysiz. Mas'uliyat nima degani? Men bugundan boshlab boshqacha hayotni yashashga qaror qildim va buni mas'uliyatini o'zimni bo'ynimga olaman. Xo'p, plan A. Mas'uliyatli bo'lishni bo'ynimga oldim. Qanday действовать qilaman? Meni ishonchim past, samootsyenkam past. Qo'rquvlarimni bildim. Buni yechish uchun nima qilaman? Psixologga boraman, psixoterapevtga boraman, kun ajrataman, pul ajrataman, o'qishda o'qiyman, psixolog kurslarida o'qiyman. Men endi psixolog bo'lganim uchun o'zim tarafdan sizga yordam beraman. Agar уже sizni sog'lig'ingiz ketib bo'lgan bo'lsa, tanangiz butkul sizdan xafa bo'lib, tanangiz отказ qilayotgan bo'lsa deganim bu, tanangizda уже kasalliklar boshlangan bo'lsa, demak siz doktorga borishingiz kerak. Vrachga borib, buni sababini topishingiz kerak. Shu bilan birgalikda psixologik sababini qilishingiz kerak. Va bundan oldingi darslarda berganman, uch intellektingizda qayerda rivojlanmay qolganini topishingiz kerak. Ya'ni buni hammasi plan. Mas'uliyat faqat inson o'z hayotigagina mas'uliyatni qo'liga oladi. Birovning hayotini hech qachon mas'uliyatini bo'ynimizga ola olmaymiz. Ya'ni shu orqali siz nima qilasiz? Holatdan chiqishni boshlaysiz. Albatta, men yuqorida aytgan narsam oson emas. Bu o'z-o'zidan oson va yengil keladigan narsa emas. Buni tagida katta mashaqqat, eng asosiysi esa buni tagida sizga ustoz va yordamchi kerak bo'ladi. Shaxsan men o'zim shu holatga tushgan paytimda men qandaydir o'sha o'zimga bergan va'da, mas'uliyatni qo'limga olib, men psixologga murojaat qilganman. Pulim ham bo'lmagan, imkoniyatim ham bo'lmagan. Bir marta boray, bir marta uchun boray deganimda, bir marta bu meni butun umrimga aylandi. Ya'ni o'sha bir marta qilgan to'g'ri qarorim meni butun hayotimni o'zgartirib yubordi. Sizni balki bugun qila olmaydigan o'sha qaroringiz butun hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana shunday holatlar juda ham ko'p. Shunaqa ayollarni eshitaman. Ya'ni ularning ko'pchiligi menga nima deyshadi? Meni pulim yo'q. Sizni oldingizga borishga. Chunki psixologlar bugungi kunda kichkina pul emas, 5, 10, 15 million, 20 million, 25 million psixologlar bo'lib ketdi. Yoki hattoki buni qoralashadi. Nimaga buncha qimmat ularni uslugalari deyshadi. Aslida qimmat tushuncha bu bizning miyamizda, lekin sizni hayotingizni butunlay mana shu bo'layotgan jarayonda sizga berayotgan yordami bu qimmatmi o'ylab ko'rsangiz? Yo'q albatta. Lekin shunda ham sizlardan juda ham ko'p xavotir mavzusida mana shunday menga murojaatlar kelayotgani uchun sizni hammangizni o'ylagan holatda sizga bir ajoyib kursimni taklif qilmoqchiman. Meni juda ham kurslarim ichida kurslarim juda ham ko'p, ishoning, juda ham ko'p. Lekin ularning ichidagi eng erkak va ayollar uchun beriladigan kurs. Agar bu kursni kim o'qigan bo'lsa, albatta mana shu video tagida o'z kommentariyangizni qoldiring. Kurs haqida aytib bering. Kurs haqida natijalaringizni ayting. Va mening sahifamda esa aynan mendagi men kursimning natijalari haqida juda ko'pchilik gapiradi. Bu kursni biz ilohiy kurs deb aytaymiz. Bu kursni biz duxovniy kurs deb aytaymiz. Agar siz o'zligingizga qaytishni istayotgan bo'lsangiz, hayotingizni butkul o'zgartirishni istayotgan bo'lsangiz, sizga mendagi men kursimni taklif qilaman. Mendagi men kursimiz iyun oyida start beradi va u 20 ta video darslikdan iborat, 10 ta praktikadan iborat darslik va u 10 ta moduldan iborat bo'lib, har bir modul aynan sizning hayotingizni, o'z hayotingizni butkul o'zgartirish uchun. Bu kursga o'tish uchun agar hozir mana shu videodan keyin agar siz ro'yxatdan o'tsangiz, siz oldindan bir necha bonuslarga ega bo'lasiz. Kursimiz lekin sotuvi start bergan kundan boshlab narxlari butkul boshqa narxga aylanadi. Bu hozircha yopiq holatda bo'layotgani uchun maxsus
chegirma va maxsus narxlar faqat siz uchun, ya'ni kurs sotuvi start olgunga qadar bo'layotgan narxlar hisoblanadi. Va kursni olganingizdan keyin sizga bir necha bonuslar beriladi. Bonuslarimiz esa psixologlar tomonidan jonli efirlar beriladi. Har bir psixolog nazorati, kuratorlar nazorati ostida bo'lasiz. Mani shaxsan Dilrabo Israilovaning konsultatsiyasiga 20% chegirma va meni shogirdlarim tomonidan sizda hattoki bepul konsultatsiyalar ham sizni kutadi. Va undan tashqari esa juda ham ko'p sizga bonuslar. Asosiysi kursimizning narxi hozircha juda ham arzon. Kurs 2 oy davom etadi, 2-2,5 oy davom etadi va u yerda siz psixolog nazorati ostida bo'lasiz. Va siz eng zo'ri bilasizmi nima? Bitta kurs bitta oila uchun. Oilada farzandlaringiz, o'zingiz va turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda oilaviy bu kurs orqali rivojlanishingiz mumkin. Bu yagona kursim, butun oila uchun tegishli bo'lgan kurs. Agar bunday bilimlarni turmushga chiqmagan qizlaringiz agar o'tsa yoki uylanmagan o'g'illaringiz buni ko'rsa, turmush o'rtog'ingiz, o'zingiz bu kurslardagi bilimlarga ega bo'lsangiz, siz hayotning, ya'ni taqdirning kalitini o'zingizning taqdiringizni kalitini qo'lingizga olgan bo'lasiz. Siz bu kursni o'tganingizdan keyin o'zingizni izlashdan to'xtaysiz. Men nima uchun dunyoga kelganman? Nima qilishim kerak? Nima maqsadda dunyoga keldim degan savollarning har biriga javob topasiz. Agar siz haqiqatan ham o'z ustingizda ishlashni istayotgan bo'lsangiz, kommentariyadagi havola orqali havolani bosib, hoziroq ro'yxatdan o'tib, o'z chegirmadagi narxdagi kursni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizlar uchun mendagi men kursim bugundan boshlab sotuvda bor deb e'lon qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Agar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bir narsani biling. Sizni hayotingizga hech kim o'zgartirib bermaydi. Faqat va faqat o'zingiz. Sizni eringiz, bolangiz, onangiz, otangiz, o'g'lingiz, qizingiz emas, yoki do'stingiz yoki boshlig'ingiz emas, yoki hattoki pulingiz ham o'zgartirib bera olmaydi. Faqatgina o'zingiz, ichingizdagi ishonch va mas'uliyatgina sizni hayotingizni o'zgartirib beradi. Unda sizlar bilan mendagi men kursimda ko'rishguncha xayr.